Assalamu alaikum hammaga. Good evening everyone. How are you? I think we can start. Xo'sh, bugun demak 6-dars. 5-darsda, ya'ni o'tgan darsimizda biz adverbs of frequency o'tganmiz, ya'ni present simple bilan qo'llanish kerak bo'lgan signal so'zlar, vaqt ravshlari o'tilgan edi. Xo'p, shu bilan birga biz colors and clauses haqida ham gapirib o'tdik, ranglarni gapirganmiz tarjimalarda aytilishlari bilan birga va linkers. Yana bitta muhim bo'lgan dars, grammatik mavzumiz bu linkers bo'lgan, bog'lovchilar. Agar bajargan bo'lsangizlar, qaragan bo'lsangizlar darsga yaxshi eslaysizlar. And, but, and because kabi so'zlarimiz bor edi. Va WH questions, ya'ni so'roq so'zlar. So'roq gaplarda so'roq so'zlar ham kelishini ko'rgan edik. Ularning tartibi qanaqa bo'ladi? Otga qarab qanaqa tanlaymiz? Tarjimasi qanaqa bo'lishi kerak? Hammasini gapirib o'tganmiz. Va shu bilan birga body parts lug'at bilan ham ishlaganmiz. Darsda qoldirganlar bo'lsa, undan oldingi zapisimizni ko'rishingiz mumkin va yetib olishingiz mumkin. Xo'p, bugun esa lesson 6. Bugun 6-dars va grammatik mavzuyimiz there is zero. Each, all ekranda ko'rib turibsizlar. There is zero tarjimasi qanaqa qo'llanishi, nima uchun ular ikkita turga bo'lingan gaplashamiz va each, all kabi so'zlarning ham nima ekanligini bugun o'rganamiz. Agar ovozda muammo bo'layotgan bo'lsa yoki ekranda bo'layotgan bo'lsa, iltimos xabar berib qo'yasizlar, bildirasizlar. Xo'p, ketdik demak grammatika mavzumizni birinchi qismi. So, positive and negative. Menimcha o'sha yaxshi bilib qoldingizlar nima ekanligini. Bu so'zlarimizni positive degani bu bo'lishli shakl, negative esa bo'lishsiz yoki inkor shakl ham deymiz. Oddiyroq ko'zimizga yaxshiroq esda qolishi uchun shunchaki plus shakl yoki minus shakl desak ham bo'ladi. Endi there is ko'rib turibsiz, birinchi bizda hozir bilan belgilayman. Mana shaklga birinchi qaraymiz. There is. Bu to'liq shaklimiz. To'liq shakl, qisqa shakl ekanligini bizlarni oldin ham o'zlarimiz o'rganganmiz. Bu tushunchani bilasizlar o'sha. Nima uchun kerak u bizga va qanchalik tez ifodalanadi bilasizlar. Bugungi mavzumizda ham qisqa shakl ham, to'liq shakl ham mavjud. Demak, o'zi there is degan so'zimiz, endi sherik so'z deymiz. Buni ikkita anaqadan iborat bo'lganligi uchun bor degani. Ya'ni atrofimizdagi atmosferani tasvirlash uchun yoki oddiy xonamizni qanaqaligini, ichida nima borligini aytish uchun biz there isni qo'llaymiz. Bundan oldin have yoki has gotlarni tushuntirgan edim. Nima uchun endi there isni ham tarjimasi bor degan tarjimani beryapti. Have, has ko'pincha shaxs olmoshlari bilan keladi. Masalan, I have, she has, etcetera. Azrezirada esa shunchaki ko'pincha o'zini atrofingizni tasvirlash uchun qo'llaysiz. Ko'pincha bu jonsiz narsalar bilan keladi. Hozir misolda ham ko'rib ketamiz. Endi satanidigan to be is, to be ham o'tganman. Bu bilasizlar birlikni to be formasi. Shunchaki there is degan so'zimizni biz qisqartirib there is deb ketamiz. Va listeninglarda siz faqatgina shu there isni eshitasiz. Kino ko'rsangiz ham there isni eshitasiz. There is a theater degan gap. Mana there is a theater degani teatr bor. Shunchaki teatr bor. Yoki bizda endi gaplarimiz inkor ham bo'lishi mumkin. Inkor uchun nima qilamiz? Doimgidek not qo'shimchasini qo'shishimiz kerak bo'ladi. Not degan bilasizlar bizga doim to be da ham kelgan, present simple da ham o'tdik, inkor gaplar uchun qo'llanadi. Bu yerda ham kakras shu vazifani bajaryapti. Demak, there isn't a park deyishim mumkin. Shunchaki park yo'q, u yerda park yo'q degan tarjima kelib chiqadi. Yana aytaman, long form, ya'ni to'liq shakl there is not, lekin bu kamdan kam qo'llanadi. Anaqada everyday speechda, har kunlik angliyskida yoki speakingda yoki listeningda, kinolarda, qo'shiqlarda siz faqatgina there isn'tni ko'rishingiz mumkin. Xo'p, hozir bu birlik edi. Ya'ni ko'rib turibsiz, to be'ni birlik shaklidagi isni qo'lladi. Shuning uchun demak bu gaplarimizda hammasi demak birlik. Endi ko'plikka o'tamiz. Ko'plik bo'lsa, siz to be'ni ko'plik shaklini olasiz are.
Am is ani o'tganmiz. Agar kim bilmasa, agar o'tkazib yuborgan bo'lsa, esdan chiqarib qo'ygan bo'lsa, birinchi mavzuga qaytasiz, zapisda bor. Endi otimiz gapdagi ot ko'plikda bo'ladigan bo'lsa, например, refreshmentsda ko'plikda oxiri s bilan tugaydi. Demak, bu ko'plikni bergan bizga. Shuni hisobiga biz dan keyin to be'ning ko'plik shaklidagi tuslangan formasini qo'yamiz. Shunchaki a ni qo'yamiz. Yoki inkor gap kerak bo'ladigan bo'lsa, shunchaki aren't. There aren't any hotels. Hech qanday mehmonxonalar yo'q. Shunchaki yo'q deyish uchun qo'llayapmiz. Nima uchun isn't emas? Yana aytayapman, gapimizni otiga qaraymiz. Birlik bo'lsa is, ko'plik bo'lsa are. Endi qoidani yana bir marta aytib o'taman. We use there is yoki there are to talk about things that exist or don't exist somewhere. Ya'ni biror joyda biror narsa borligini yoki yo'q ekanligini aytmoqchimisiz? There is, there'ni qo'llaysiz. There is a Korean restaurant on Chapel Street. Mana Chapel ko'chasida bitta Koreya restorani bor. Burada have has qo'llanolmaydi, qo'llash mumkin emas, chunki biz atrofimizni describe, ya'ni ta'riflayapmiz. Shuning uchun bizga there is kerak bo'ladi. Yoki there aren't any parks in my town. Shunchaki shahar haqida gapirganingizda, mani shahrim mana shu nom ostida, bu shaharda ko'p parklar yo'q-da demoqchisiz. Have has kerak emas, shunchaki there aren't degan fe'limizni qo'ysangiz yetarli. Nima uchun aren't bo'ldi? Chunki parks ko'plikda, yana aytib o'tay. We use any before plural nouns in negative sentences. Inkor gaplarda bizani demak otlarimiz ko'plikda bo'ladigan bo'lsa va biz imенно shu gapda o'sha bor yoki yo'qligini aytmoqchimizmi? Biz any degan yana bir qo'shimcha so'zni qo'shamiz. Bu bizani tilga o'girganda hech qanday degan tarjimani beradi. There aren't any good facilities here. Facilities degani imkoniyatlar degani, sharoit degan bo'ladi bizani tilga. Demak, bu yerda hech qanday yaxshi sharoitlar yo'q degan tarjimani beradi. Yana aytib o'taman, any qo'llash mumkin. Hozircha sizlarga aytilishi kerak bo'lgan narsa any bilan siz inkor gapda demak foydalanasiz. Any hali yana anaqada question degan so'roq gapda ham ko'rishimiz bor, u keyinchalik demak keladi. Hozircha faqat inkor gapda qo'llayapmiz. Contractions ko'p qaytarildi sizlarga, уже tanib qo'ygan bo'lsalaringiz ham kerak. Bu qisqa shakl degani. Yana boshda aytib o'tdim. There is, there is, there are. Faqat buni there deb olmaysiz. Anaqa bilan kelganda, and there is not bu inkorimiz. Buni aytdim уже. They are not, they aren't. Buni ham aytib o'tdim. Faqat yana they are degan so'zga ehtiyot bo'lasiz. Buni dona-dona aytishimiz kerak bo'ladi. Faqat a bilan kelganda atak bo'lgan hamma joyda qisqartirilgan shakl kelish kerak. Endi when we talk about a list of things, we use there is. Mana bu juda ham muhim narsa, juda ham muhim qoida qismi. Nima uchun? Chunki agar siz gapingizda, masalan, deylik, xonangizni yoki zalingizni tasvirlayapsiz va u yerda nimalar borligini ketma-ketlikda sanab o'tyapsiz. Ketma-ketlikda sanab o'tyapsiz. To'g'ri, u gapda siz bir nechta otdan foydalandingiz va siz o'ylashingiz mumkin, bu ko'plik. Shakli o'sha ko'plikka kiradi deb o'ylashingiz mumkin, lekin yo'q. Biz qachonki spesifik qilganda, ya'ni ro'yxat kabi gapirganimizda, mana list degani ro'yxat deganda, bir nechta narsani ro'yxat kabi aytganimizda biz birlikdan foydalanamiz. Masalan, there is a gym, a car park and a good restaurant at the hotel. Mehmonxonada yaxshi anaqa sport zali bor, mashina parkovkasi bor va yaxshi restoran bor. Bir qarashda gym 1, car park 2, good restaurant 3 уже bo'lyapti predmet, 3 ot bo'lyapti. Bu 3 ko'plik deb there are desangiz xato bo'ladi. Nima uchun? Chunki qoidamiz yana aytayapti. Bir nechta otni ketma-ketlikda aytsak, biz birlikdan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Eslab qolinglar. There is dan boshlaysizda, keyin sanab ketasiz. A gym, a car park itdag'dali. Xo'p, endi o'tamiz ikkinchi qismga. Ya'ni bular o'sha bizda so'roq gaplar. Xuddi shu zerezirani biz so'roq gapda ham qo'llashimiz mumkin. Masalan, shahringizda ko'p bog'lar bormi deyishimiz mumkin, yoki xonangizda ko'p gullar bormi yoki gullar bormi degan savollar berishingiz mumkin.
Judayam oson shakli. Ilgaridek biz shunchaki to be'ni gapni boshiga qo'yamiz, shu bilan savol tuziladi. Ilgari ham o'tilgan bu narsalarga gapni boshiga emizani qo'ysangiz, o'sha gap so'roqqa aylanadi. Misol uchun, is there a shower? U yerda dush bormi deyapman. Masalan, kimdir menga o'zini shu tunab qolgan mehmonxonasini gapirdi, maqtadi, men keyin so'rayapman. O'sha xonaning ichida bor ekanmi? Tipa dushda. So'roq. Shuning uchun tubini oldinga chiqarib qo'ydik. Short answers. Buni ham ko'p gapirganman oldingi darslarimizda. Nima bu? Qisqa javoblar. Ya'ni berilgan savolni siz yana boshidan polностью qaytarmasligingiz uchun shunchaki short answers, ya'ni qisqa javobda javob qaytarishingiz kerak bo'ladi. Shu savolga is there a shower degan savolga men agar ha demoqchi bo'lsam, ha bor demoqchi bo'lsam, yes there is. Tochka. Kerak emas yes there is a shower deyish, ya'ni otni qaytadan gapirish kerak emas. Agar yo'q demoqchi bo'lsam, no there isn't. Tochka. Nuqtani qo'yamiz. Yana shower degan otimizni qayta gapda qo'llash mumkin emas. U repetitionga olib keladi. Bitta so'zni qayta qo'llash olib keladi. Bu narsa esa keyinchalik sizni speakingizga ham ta'sir qilishi mumkin. U esa katta minus speakingda. Endi otlarimiz ko'plikda bo'lsa-yu, biz savol bermoqchimiz. Are there any towels? Towel degani sachoq degani. Yana aytib o'taman, lug'atlar bu yerdagi hamma so'zlar saytimizda bor edi. Yana men doim iltimos qilardim o'quvchilardan, что dars kirishdan oldin o'sha darsni yangi so'zlarini birinchi ko'rib, tanishib, yodlab, iloji bo'lsa, keyin darsni tomosha qilsangiz o'z uchun juda ham yaxshi. Yaxshi tushunasiz, yodlagan so'zlaringizni qayta ko'rib, yaxshiroq eslab qolasiz. Xo'p. Chunki hozir umuman so'zlarni tanimaydigan o'quvchi bo'lsa, grammatikaga ko'proq e'tibor berish kerakmi, hozir so'zgami o'rtada qolib ketadi. Shu bilan birga menimcha keyin yaxshi tushunmay qolishi mumkin. Chunki so'zlarni yaxshi bilmasa, o'zini qiynalib qoladi o'quvchi. Xo'p, endi are there any towels degan so'roq gap. U yerda sochiqlar bormi degan savol. Sochiqlar ko'plik bo'lganligi uchun biz gapning boshida to be fe'lini ko'plik shakldagi formasini qo'ydik. Yana short answers yes they are, ha bor yoki no they aren't, yo'q degan bo'lasiz shunchaki. Qisqagina. And we use is there yoki are there to ask about things in a place. Ya'ni bir joyda birorta bizga kerak bo'lgan predmet bormi, yo'qligini bilish uchun is there yoki are there degan strukturadan foydalanamiz deb qaytarilyapti bu yerda ham. Is there a lift in the hotel? Mehmonxonada lift bormi degan gap hosil bo'ladi. Lift birlik bo'lganligi uchun biz unga mansubni isni qo'ydik. We use an before single nouns in questions. Sizlar bilan article an ni ham o'tganmiz. Ikkinchi dars o'tganman. Buni otlar bilan birga kelishini va gapingizda agar ot bo'lsa, sanaladigan ot bo'lsa, ya'ni bilasiz, sanaladigan otlar bor, keyin sanalmaydigan otlar bor. Demak, otimiz birlikda bo'lsa-yu va uni biz sanay olsak, unda обязательно, ya'ni aniq an qo'llashimiz kerak. Nima uchun an esa men tushuntirganman oldingi darslarimizda. Yana qaytarishga hozir vaqtimiz yetmaydi. Is there a phone yoki is there an iron in the room? Phone degani telefon, iron degani esa bitta ma'nosi, hozir bu bizga mos ma'nosi uchuq deganida, dazmol deymiz. Iron degan so'zimizda yana boshqa bitta ma'nosi bor, temir degani, material sifatida qaraganimizda, xomashyo sifatida qarasangiz, u temir degani. Hozir bizning gapda xonada dazmol bormi degan gap bo'lyapti va bizga hozir dazmol tarjimasi kerak bo'ldi, shuning uchun shunaqa tarjima qilyapman. Uchuq bo'lganligi uchun u countable, ya'ni sanaladigan ot bo'ladi, shuning uchun article an qo'yiladi. Phone degan telefon degani bu ham zada countable noun, sanaladigan ot, shuning uchun article qo'yishga majburmiz. Unli bilan boshlansa degandim an, undosh bilan boshlansa a degandim. Esingizda bo'lsa, endi keyingi qoidachamiz we use any before plural nouns in questions. Savollarda o'sha anaqa any bilan zeri-zerani demak savolni qo'yganingizda otingiz ko'plikda bo'lsa,
so'rayotgan narsangiz o'sha bormi yo'qmi so'rayotgan narsangiz ko'plikda bo'lsa, savol formada engni qo'llaysiz. Faqat savolda hozir gapiramiz buni. Bundan oldin siz bilan inkorda gapirdik engni qo'llashini, endi mana savolda ham ko'ryapsiz. Tarjima qilamiz. Are there any gym facilities here? Bu yerda qanaqadir, mana shu engni hozir qanaqadir tarjima qilamiz. Anaqa sportga bog'liq sharoitlar bormi? Sport sharoitlari bormi degan tarjima bo'ladi. Savol formamiz va shuning uchun engni qo'llayapman. Otimiz bu yoqdagi qatnashgan ot bizda ko'plikda. Shuni hisobiga to be ham ko'plikka mos qo'yildi. Keyingi qoidamiz. We don't use contractions in positive short answers. Contractions bilasizlar nimaligini? Qisqa javoblarda va ular pozitiv bo'lsa, contractions qo'llamaymiz degan gap kelyapti. Ya'ni bu degani apostrof s ni qo'llamaysiz. Bu tepada ham ko'rdik, mana there is da. Ya'ni apostrof bilan emas. Agar pozitiv bo'lsa, apostrofsiz qo'yishingiz kerak bo'ladi. Ozgina eslab qolishga qiyin bo'lishi mumkin, lekin bir ikkita anaqa ko'rsak, mana shunda ko'rsak eslab qolib ketadi. Yana qaytaraman, qisqa javoblarimizda siz apostrof bilan o'zi qisqa javobni yana qisqa qilishga o'zi ilojingiz yo'q. Shuni eslab qoling. Pozitiv anaqalarda, gaplarda, ya'ni plus shaklda deylik, boshqa shaklda. Atak inkorda mumkin. Endi hozirgi shu contractionsni yana bir marta pastda ko'ramiz, mana ikkita misolda ko'ramiz. No, there is not. Buni biz no, there isn't deyishimiz mumkin mana. Apostrof bilan qisqartirdik, bu можно, chunki bu gapimizni anaqasi shakli minus shakl. No, they are not. No, they aren't deyishimiz mumkin. Muammo yo'q. Nima uchun? Chunki inkor shakl. Agar pozitiv bo'lganda edi, siz unda iloji bo'lmasda shunchaki there is deb ketgan bo'lar edingiz. Endi the words Wi-Fi, air conditioning and coffee don't add s. Yana qoidamiz. Buni ilgari ham gapirganman. Uncountable otlarimiz bor, sanab bo'lmaydigan otlarimiz. Kofe masalan, bitta kofe, ikkita kofe deyish o'zi xato. Ingliz tilida unaqa deyilmaydi. Bir pachka kofe deyish mumkin yoki bir deylik idish kofe deyishimiz mumkin, lekin bitta kofe, 12ta kofe deyilmaydi. Xuddi shunga o'xshab milk ham shunaqa edi, anaqa sut, unda pulni ham aytgandim, bitta pul, 12ta pul, 3ta pul deyolmaysiz degandim. Eslarda bo'lsak, uncountable ma'no aytgandik. Hozir bu yerda ham bizda kelyapti coffee, Wi-Fi and air conditioning. Bular ham bizda uncountable noun. Ularni biz ko'plik shaklda ko'ra olmaymiz. Ko'plik shakli yo'q ularni. S qo'sha olmaymiz. And we don't use an article before these words. S ham qo'shila olmaydi. Logichно, что ularga endi en ham qo'yib bo'lmaydi. Chunki en ni o'zi ma'nosi bitta degan tarjima beradi-da. Biz uncountable ga en ni qo'ya olmaymiz, chunki ular o'sha sanalmaydi-ku, bitta ham deyolmaysiz, ikkita ham deyolmaysiz, shuning uchun artikl qo'yilmaydi. Is there air conditioning or Wi-Fi in my room? Mana xonamda konditsioner bormi yoki mana xonamda Wi-Fi bormi deb so'rasangiz, is bilan so'raysiz, a bilan emas, is bilan so'raysiz. Agar a deb qo'ysangiz, o'sha xatoga aylanadi. Nima uchun? Chunki air conditioning bu bizda uncountable noun va biz unga nisbatan birlikni qo'llashimiz kerak. Xo'p, endi mashqqa keldik. Tushundikmi yo'qmi, qoidani ozgina tekshirib ko'rishimiz kerak. There is zero, there yoki is there, ya'ni so'roq shakli bor, minus shakli bor, ya'ni inkor shakli ham bor, bo'lish shakli ham bor. Misollarga qarasangizlar, there is a beach down here. Bu yerda demak sohil bor degan gap. There is a beach. Beach degani bizda sohil va u countable. Shuning uchun birlik qo'yapmiz va artikl bilan kelyapti. There are 4 girls and 2 boys in her family. Uning oilasida 4 ta qiz va 2 ta o'g'il bola bor. Ko'ryapsiz? Siz ham o'z haqingizda gapirib berganingizda ismingiz, qayerdaligisiz, qayerdan kelgansiz, nima o'qiyapsiz deb turib, keyin oilangiz haqida gapirsangiz ham, oilamda 4 kishi bor, oilamda 2 kishi bor deb gapirsangiz ham zeri-zerani qo'llash mumkin. 3-chi gapimizda endi a train to Manchester degan.
A train degani esa poyezd degani. Birlik turibdi. Uni qayerdan bilamiz? Article a turibdi. Manchesterga poyezd bormi degan gap. Masalan, anaqa chiqqansiz, boshqa shaharga borgansiz, yuribsiz boshqa shahardan boshqasiga yurmoqchisiz. Bilmaysiz aniq poyezd bormi yo'qmi. So'raysiz. Is there a train to Manchester? deb so'raysiz. Have hasdan emas. 4-chi gapimizda a new disco near the college. Demak, kollejning yaqinida disko bormi degan savol. Bu yerda ham article a kelgan. Demak, bizning otimiz birlikda ekan va biz bilamiz birliklar uchun bizda is there deyilishi kerak. Buni yozdim. 5-chi gapimiz a good restaurant in the street. Bu ko'chada yaxshi restoran bormi? Desangiz ham birlik nima uchun? Article a birinchidan va restoran bizada raz a qo'yilganmi? Demak, shunga mos anaqa ot, ya'ni birlikda bo'lgan sanaladigan otimiz. Yana biz is there deb gapiramiz, chunki birlik kerak bizga. 6-chi gapimiz two hospitals. Ana endi kelyapmiz ko'plik shakliga. Ikkita kasalxona. Bu shaharda ikkita kasalxona bormi degan savol. Nima qilamiz? Otimiz ko'plikda ekan, ko'plik uchun biz are ni qo'llaymiz deb kelishgan edik. Are there two hospitals deysiz. 7-si a lot of children. Mana bu yerda ozgina muammo bo'lishi mumkin agar siz a lot of degan so'zni tanamasangiz. A lot of bu ko'p degani. Va hozir bu yerdagi artiklimiz birlikni bermaydi bu yerda. Afsuski. Chunki a lot degan so'z bu bitta o'zi shunaqa yaralib qolgan so'z. Unga biz artiklni biz qo'shganimiz yo'q. U shunaqa yaralgan so'z. Artikl bilan kelish kerak. Endi otga o'ziga qaraymiz. Hozir biz birlikmi, ko'plikmi bilmoqchimiz-ku. Otga qaraymiz. Children degani yodlagansizlar o'tgandek darslarda bor edi bu narsa. Bolalar degani. Ko'plikdagi shakl o'sha bu. Demak, a lot of children esa ko'p bolalar bo'ldi. Va gapimizdagi ot bizda ko'plik ekan. Shunga qarab biz yana a ni qo'llaymiz. Are there a lot of children in the pool? Pool degani basseyn degani. Basseynda ko'p bolalar bormi degan savol berildi hozir. 8-si 3 families in that house. U uyda 3 ta oila bormi? Otimiz birlikmi, ko'plikmi bilamiz qayerdan? Oxirdagi s harfidan. Simbolika son kelgan, 3 degan. 3 ta, o'sha bitta emas, bu 3 ta ko'plik. Shuning uchun yana azaya deysiz. 9-si a television in the flat. Kvartirada televizor bormi? Bilan bilyapmiz bu birlik va shunga qarab moslashtiramizda is there deymiz. Is there a television in the flat? Va 10-chi gapimiz oxirgisi a big grey cloud over there. Grey degan so'zimizni o'tgan darsni eshitganlar biladi nima ekanligini, qanaqa rang ekanligini bilishadi. Big so'zimiz bu katta degani, u sifat. Iltimos anaqasiga ham qaraysizlar. Ikkita sifat birga kelgan. Big grey cloud. Otimiz o'zi cloud bulut degani va u so'zimiz uchun ikkita ta'rif kelgan. Katta va kulrang. Demak, shundan bilasizki, siz gap tuzsangiz va gapingizda o'sha otingizga ikkitadan beryapsiz sifat. Endi savol tug'iladi. Nima uchun a grey big cloud emas? Nima uchun endi greyni ikkinchi qo'yishim kerak? Может, birinchi qo'ysam bo'larmidi degan savol tug'ilib qolsa, eshitib qo'yasizlar, eslab qo'yasizlar. Biz birinchi razmerini aytamiz. Keyin rangi o'tamiz. Demak, ikkita ketma-ket sifat kelib qolsa, razmerligini birinchi qo'yasiz, keyin rangini qo'yasiz. Xo'p, u yerda demak katta kulrang bulut bor degan gap bo'lishi shakl ekan. Shuning uchun there is ni qo'yamiz. There is a big grey cloud over there degan gap kelib chiqadi. Hop, bu endi listening and grammar, ya'ni shu is there, are there bilan ishlash kerak bo'lgan listeningimiz bor. Buni men anaqada audioni yuborib qo'yaman. Audioni eshitib, keyin spokойно o'tirib, pauzani bosib, yaxshilab eshitib bajarsangiz bo'ladi. Buni yozib qo'yaman. Hozir 4 ni yuborib qo'yaman. Bajarsangiz bo'ladi keyinchalik. Endi yangi grammatikamiz.
All and each. All degani to'g'ri aytilishi o'zi boshqacha eshitilyapti o'zilishga qaraganda. A-double-L kelgan o'zi aslida, lekin aytilishi uni O bilan aytilishi kerak bo'ladi. All, ikkinchi so'zimiz esa each, har biri degani. All esa hammasi degani. Agar yaxshilab o'ylab ko'rsangiz, all, each o'zi ikkalasi ham bitta maqsadda qo'llanish kerak. Bizning tilda u hammasi, har biri degani o'sha yaqin so'z, bir-biriga juda ham yaqin so'zlar. Lekin bilishimiz kerak qachon all qo'llanadi, qachon each qo'llanadi. Chunki o'zini qoidasi bor. Agar qoidaga qarshi agar gapirib qo'ysangiz, demak, keyinchalik writingingizda, yozishingizda, essaylaringizda xato bo'lishi mumkin, speakingda ham xato bo'lishi mumkin. Xo'p, birdan pastga o'taman formulaga, keyin misollarni ko'ramiz ham birgalikda. Demak, each haqida gapiraman hozir. Each degani har biri degani. Each room has Wi-Fi. Har bir anaqada xonada Wi-Fi bor degan gap ham. Yoki each room is big. Har bir xona katta yoki har bir xona is different color, har xil rangda. Mana bu yerda biz each roomdan keyin ko'rasizlar birlikni qo'llayapmiz. Birlik. Ya'ni qoida shunday iboratki, eachdan keyin siz birlikdagi otni qo'llashingiz kerak bo'ladi. Alldan keyin esa ko'plikdagi ot va ko'plikdagi fe'l bo'lish kerak bo'ladi. Masalan, all the rooms have got towels. Hamma xonada sochiqlar bor. Xonalar o'sha ko'plikda, biz allni qo'lladikmi, shunga mos bo'lish kerak endi have gotni qo'yapmiz, has got emas. Yoki all the rooms are small. Hamma xonalar kichkina. Shuning uchun bu alldan keyin biz to be'ni ko'pligini qo'llayapmiz, chunki qoidamiz shunaqa. Alldan keyin ko'plikdagi ot va unga mos bo'lgan ko'plikdagi fe'l kelsin degan qoidamiz bor. Endi tepaga qaraymiz, misollarimizga 5 ta misolimiz bor. Each room has a sofa. Har bir xonada divan bor. All the rooms have got big beds. Hamma xonalarda katta anaqa yotoqlar, ya'ni bu yerda endi kravat demoqchi, kravatlar bor. Ko'plikda ko'ryapsiz, beds ham ko'plikda, rooms ham ko'plikda va shularga mos all degan so'zimiz ham ko'plik uchun qo'llanadigan variantimiz. Yana qarab ketdinglar birdaniga sifatimizga, lekin as qo'shmayapmiz. Rus tiliga o'xshatib anaqa sifatni ham, otni ham ko'plikda qo'yish anaqasi qoidasi ingliz tilida yo'q. Sifatga ko'plik qo'shmaymiz. 3. All the children in this school are happy. Bu maktabdagi hamma bolalar xursand. Bolalar ko'plikda, shuning uchun all degan so'zni qo'llaymiz. 4-chi gapimiz, does each flat have a kitchen? Har bir kvartirada oshxona bormi degan gap. Mana bu yerda endi ko'ryapsiz, does qo'llanyapti. Doesni esa biz o'tganmiz, nima ekanligini bilamiz. Bu present simplening so'roq formasi. Va u birlikdagi forma. Qayerdan bilamiz? Chunki flat birlikda. Shunga moslab biz doesni olganmiz. Kakras bugun o'tgan so'zimiz ham bizga ko'plik emas, birlik kerakligi uchun ishni tanlayapmiz. Hammasi joyida. Zo'r grammatika. Va 5-inchisi, do all the trains go to London? Hamma poyezdlar Londonga boradimi? Hamma degan so'zimiz qo'llandi. Shunga mos mana trains ham ko'plikda. Ya'ni qoidalar bir-biriga mos tushyapti. Hech qanday buzilish yo'q bu yerda. Xo'p, keyingi qoidamizga o'tamiz endi. We use each when we want to talk about separate things in a group. Demak, eachni qo'llayotgan biz narsalarni har birini alohida ta'kidlash uchun. Masalan, har bir oshxona, demak, har bir oshxonada katta muzlatgich bor. Har bir deyamiz. We use all e plus z bilib qo'yinglar. Bu yerda formula ketyapti. Alldan keyin article z kelsin deyapti. When we want to talk about the whole group, ya'ni butun guruh qilib olsak, bitta deylik predmetimizni, unda o'sha ko'plik kerak bo'ladi. Shuning uchun biz allni qo'llaymiz. All the kitchens have got big fridges. Demak, hamma oshxonalarda katta xolodilniklar bor degan tarjima kelib chiqadi. Z esda chiqib qolmasin. Keyingi qoidamiz, we use each before a singular noun. Biz eachni qo'llaymiz birlikdagi otdan oldin. Buni men ko'p aytdim o'sha.
Each flat's got a small garden. We use all plus the with plural nouns. Ko'plikdagi otlar bilan esa biz allni qo'llaymiz deb qoida aytdik. Endi bunga mos bo'lgan mashqimiz ham bor. 7-oyga qaraysiz. Biz qo'shimiz kerak, each yoki all'ni qo'shimiz kerak gapdagi birlik yoki ko'plikni aniqlaganimizdan keyin. O'shanga moslashtirishimiz kerak bo'ladi. O'zim aytib ketaman, tarjimasini aytib ketaman, javobini ham. I live in university flat near the city center. Demak, shaharning markaziga yaqin universitet xonalarida yashayman. There are 6 bedrooms in flat. Demak, har bir xonada demoqchi, ostidan kravat bor demoqchi. Xo'p, endi bizga savol keladi. A bilan ketdi birinchi gapimiz. There are 6 bedrooms in. Bu otimiz ko'plikda, lekin keyingi otimiz flat degan so'zimiz birlikda. Endi qiynalib qolishingiz mumkin. Bu birlikmi, o'z birlikka qaraymi, ko'plikka qaraymi deb qolishingiz mumkin. Tarjima qilsangiz hammasi joyiga tushib ketadi. There are 6 bedrooms degani 6 ta demak anaqa bor, spalni xonalari bor demoqchi. Bitta o'sha uyda demoqchi. Uy bitta, lekin ichidagi anaqalar 6 ta yotoqxonalar. Demak, bu yerda flat birlikka bo'lgani uchun bunga qarab ish qilamiz. In each flat deymiz. But bedrooms are very small. Lekin hamma yotoqxonachalar o'sha spalni xonasi demoqchi. Juda ham kichkina. Bedrooms ko'plikda. Shuning uchun biz bu yoqqa endi all'ni qo'llaymiz. Hop, keyingisi B. What furniture is there in bedroom? Hop, endi aytmoqchi, spalni xonasida, ya'ni yotoqxonada qanaqa mebel bor degan gap. Bedroom birlikda ekan, shunga qarab ish qilamiz va biz buni aytamiz in each deb qo'llaymiz har bir yotoqxonada. 4-inchisi, all bedrooms bo'lishi kerak, chunki bedrooms ko'plikda. All bedrooms have got a bed. There is one kitchen and dining area for students in the flat. Students ko'plikda, ya'ni xonadondagi hamma talabalar uchun, demak, ovqatlanish joyi bor. 5-inchisi, aytildi endi is there one bedroom too? U yerda dush ham bormi degan gapga javob berasiz. No. Deyishimiz mumkin bu yerda endi flat has got 2 bedrooms. Har bitta xonadonda ikkitadan dush bor deyishimiz kerak. Flat ko'plik emas, birlik shaklda bo'lganligi uchun eachni qo'llaymiz. Xo'p, endi keyingi qoidamiz mashqimiz bor ekan. Bu ham o'sha uyga vazifa bo'ladi. Tarjima bilashib ko'rasiz va matching qilish kerak bo'ladi. Masalan, my room is very hot. Meni xonam juda ham issiq va unga mos bo'lgan pastdan birorta gap tanlaysiz. Masalan, o'sha muammoga qanaqa yechim bo'lishi mumkin? Rasmda ham bor, muammolarning ko'rinishi bor, gaplari ham bor, lekin unga mos bo'lgan yechim topasiz. 6-inchisi, bizda endi bu listening, buni ham yuborib qo'yaman kanalimizga, chatda yuborib qo'yaman. Tarjima bilan ishlab, audio bilan ishlab, bajarib qo'ysangiz bo'ladi. Endi language for speaking, ya'ni gapirish uchun kerak bo'ladigan anaqalarimiz, frazalarimiz kelgan bu yerda. Tayyor frazalar, uni yodlab qo'ysangiz o'zingizga oson. So problems, muammolar. Is very hot yoki is very cold, is very noisy. The hot, cold and noisy hammasi sifat. Bas aytishingiz mumkin, mani xonam juda ham issiq yoki mani xonam juda ham sovuq, mani xonam juda ham shovqinli deb muammongizni aytishingiz mumkin. Ikkinchi gapimiz the, endi qanaqa bitta joy nomi kelishi mumkin. In my room is broken. Demak, bu yerda joy nomi emas, ot kelish kerak ekan. Mani xonamdagi nimadir singan deyishimiz kerak bo'ladi. Broken degani singan degani. Bu ham bitta muammoni aytish demak frazasi. Keyingisi I don't know. Bilmayapman, masalan, deylik air conditioningni, ya'ni konditsionerni yoqishni bilmayapman desangiz I don't know. Ikkinchi qismga ketish mumkin. There isn't, masalan, xonangizda deylik konditsioner yo'q
yo'qligi sizga muammo tug'diryapti. Aytasiz, there isn't any air conditioning. There aren't any yoki deylik yetarlicha stul yo'q bo'lsa kerak. Aytishingiz mumkin. There aren't any chairs deb aytishingiz mumkin bo'ladi. Solution degani esa yechim, muammoga yechim. Demak, qanaqadir muammolarga yechimni aytish uchun siz qo'llashingiz mumkin. There is a nimadir, nega yana qanaqadir joyni aytasiz keyin. Masalan, deylik, qanaqa muammo? Masalan, kimdir aytsa, meni xonam juda ham sovuq deb jalba qilsa, kimga javob berishimiz mumkin? There is an extra room in the second building. You can use that one. Deyishingiz mumkin. I'll send someone to. Endi bu ko'pincha mehmonxona xodimining gapi bo'ladi. Sizga odam yuboraman demoqchi. Endi qanaqadir muammo bo'lgan bo'lsa, santexnikasi bilanmi muammo bo'lgan bo'lsa, demak I'll send someone, sizga kimdir yuboraman. Keyin to'dan keyin fe'l kelishi biladi. Masalan, tuzatib berish uchun yoki qarab berish uchun odam yuboraman. Xo'p, keyin try in the degan joy kelgan. Bu try ni qo'yish mumkin, sinab ko'ring degan ma'nosida. Bu harakat qiling emas, sinab ko'ring degan ma'nosida kelishi mumkin. In the language for writing. Endi bizda yozish uchun kerak bo'ladigan ba'zi bir demak structurelarni ko'rib ketamiz. Bizda demak birinchi bo'lib subject kelish kerak ekan. Bu ilgari ham o'tilgan. Sizlarga present simple-ni gapirganimizda aytib ketganman. Subject degani gapning egasi. Mana ko'rib turibsiz, ular birinchi kelgan gapda. Ikkinchisi the verb, ya'ni kesim. Demak, sizda bo'lyapti gapning egasi, keyin uni kesimi kelyapti. Bu yerda bo'lishi mumkin, action ham bo'lishi mumkin. Ya'ni action degani bu harakat degani. Doim ham harakat emas, balki holat ham bo'lishi mumkin. Ba'zi gaplarda uni yana o'tamiz. Keyin uchinchi o'rinda bizga kelish kerak bo'ladi sifatlar. Sifat yoki to'ldiruvchilar kelishi mumkin. Saying something about the subject, ya'ni o'sha siz aytgan gapning egasiga mos bo'lgan qanaqadir sifatlar kelishi mumkin yoki to'ldiruvchilar kelishi mumkin. Gapga qarab o'zgaradi bu narsa. To'rtinchisi place, time, information. Oxirida, yana aytyapman, gapni oxirida o'sha vaqtga oid bo'lgan so'zlarni qo'yishingiz mumkin. Soat 12:30 yoki joy nomi bo'lishi mumkin. At the dining room deyish mumkin. Joy nomi bo'lsa gapni oxirida kelsin, vaqtlar bo'lsa ham joyni oxirida, gapni oxirida. Lekin vaqt so'zlari deganda men often, sometimes yoki rarely, never degan o'rgangan so'zlarimizni ularni aytmayapman. Ularni chunki bilasiz, o'sha gapni qayerda qo'llanishligini tushuntirib berganman. Bu yerda o'sha vazifamiz ketyapti. Vazifani bajarib qo'yasizlar, yuborib qo'ysam. Hammasi endi reviewdan ketyapti. Ya'ni o'tgan nimaga o'tgan bo'lsam, grammatikacham bo'lsa, hammasini hozir endi shu mashqda sinab ko'rishingiz mumkin. Tushundingiz? Все. Demak, bugungi PPT, bugungi prezentatsiyam shulardan iborat edi. Vazifalarni yuborib qo'yaman. Bajarib, qaytarib yuborsangiz bo'ladi feedback uchun. Hammaga rahmat. Goodbye.